Men har kuni bayramdaman jo'ra. Sochimni g'ala-buloq tashladim. Da. Ko'rinmayaptimi? Ushlab ko'rishni xohlarmi deylar? Iloji yo'q. Pulingizni chiqaringlar-chi. Necha kishi ushlab ko'rmoqchi? Chiqaringlar pulingizni. Pulingizni chiqaringlar. Chiqaringlar, qani necha kishi bor ekan. Keyin o'yin o'ynaymiz. Chiqaringlar pulingizni. Pivichkamni isib ketaman. Pulingizni chiqaringlar, pulingiz faqat. Faqat pulingiz yozmanglar deb pulingizni chiqaringlar. Qani necha kishi bor ekan? Chiqaringlar pulingizni. Pulingizni chiqaringlar. Chiqaringlar. Bolalar, maladessizlar degan onasiniz. Men endi ko'p bunaqa narsalarni o'qiyman. Erkak ayol munosabatini ko'p o'qiyman-da. Erkaklarga qanaqa nimalar yoqadi, ayollarga nimalar yoqadi. Ayollarga qanaqa qo'toq yoqadi, erkaklarga qanaqa am yoqadi, qanaqa figuralar yoqadi. 99% erkakka ko'kragi katta, katta erkak ayollar yoqar ekanda. 99%. Statistika bo'yicha. 1% ga endi hozirgi yaqin o'rtadagi 1% hisobga olmaymiz, chunki geylar ko'payib ketdi. Yalaqalar ko'payib ketdi. O'shalarni hisobga oladigan bo'lsak, 99% demaymiz. Mush 90% ga to'g'ri keladi. Geylarni 5% deb hisoblasak, 5% lar amyalaqi, sudalarni hisobga oladigan bo'lsak, 90% erkaklarga mamasi katta ayollar yoqar ekan. Qarang-a. Erkaklar oila qurgandan keyin ko'kragi katta ayollarga monona qilib qarar ekan. Ko'krakni orasiga solish oson-da. Ana sikotganingizni qimillab tursa. Shuni ochasan. Ketadi.
Ketdi. Ay, o'lsin-a. Ayollarga nima yoqadi temasiga keladigan bo'lsak, ayollari hammasiga katta qo'toq bilan sikishni bilgan erkak yoqadi. Omada spermani keltira olgani bilan katta qo'toq yoqadi. Uni statistika qilishadi.